qaroriga asosan kasb bilan ko'rishi yoki akademiyasiga joylashtirishimiz shart edimi? Buning uchun siz maktabga kelasiz, sizni hujjatlaringiz sinf rahbaringizda tayyor bo'lsa kerak. Mana shu sinf rahbaringiz boshchiligida va boshqa o'qituvchilarimizga bo'lingan har bir o'quvchi biror bir o'quvchiga Bo'lmabmidim senga parvonalar, ayladilar bizni begonalar, tengingmas deya. Ketding azoblarga sola ko'zlarim yo'lingda tola unutarman balki bora ko'nib boriga. Taqdirimizdan bitmishdir xudo, sevilib bo'lmoqni judo. Aytish kerak kalvado, ammo bitta muammo. Netayin ko'ngilga payvand, netayin xayoling laband, netay tushunmas quloqsiz yurak seni der faqat. Netayin ko'ngilga payvand, netayin xayoling laband, netay tushunmas quloqsiz yurak seni der faqat. Yashir ko'z yoshing bardoshing bilan, topa qol baxting tengdoshing bilan. Ne ham qilarding qiz boshing bilan, ko'ngin borga. Yaxshi qizlar shunday o'tadilar, ota umrin bajo etadilar, hatto xayr demay ketadilar sevgan yoriga. Taqdirimizdan bitmishdir xudo, sevilib bo'lmoqni judo. Aytish kerak kalvado, ammo
Assalomu alaykum azizlar. Aziz bitiruvchilar, hurmatli ota-onalar. Bugungi quvonchli ayyomingiz bilan, bitiruv oqshomi bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Har biringizga hayotda o'zingiz uchun saqlagan ko'nglingizni to'rida eng ardoqli orzu-havaslaringizni hammasi ro'yobga chiqishida barchangizga tilakdoshman. Hamisha elim, yurtim deb yonib yashaydigan haqiqiy odam ato farzandlari bo'lib, odamgarchilikni, insoniylikni birinchi o'ringa qo'yib, hamisha yurt koriga, ota-onangizni koriga, mana shu xalq koriga yaraydigan haqiqiy insonlar bo'lib, mayli olim bo'ling, mayli traktorchi bo'ling, mayli sotuvchi bo'ling, lekin hamisha turtmuchalingiz sog' bo'lsin, hamisha ezgu niyatlar hamrohingiz bo'lsin, hech qachon qoqilmang, yomon yo'llarga adashmang, do'st tanlashda adashmang, hamisha sog' salomat bo'ling, baxtli bo'ling. Sizlarni baxtingizga, ota-onangizlar hamisha sog' salomat bo'lib, xonadoningizga fayz va barokat, hamisha tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ana o'sha kelajagi buyuk mamlakatimizda siz hamisha eng e'zozli, eng hurmatli shaxslardan bo'lib, hayotda o'z o'rningizni topib yurishingizda tilakdoshman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling hamisha.
9 yil sabrsizlik bo'lgan kutgan kunlarim yetib keldi. Bu bitirish oqshomingiz bilan sizni chin qalbdan tabriklayman. Sizlarga faqat oq yo'l. Kelajakda faqat o'zlaring xohlagan, o'zlaring sevgan kasb egasi bo'lishingizga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilayman. Hurmatli o'quvchilar, qayerdadir biz yaxshi gapirgandirmiz, qayerdadir sizni xafa qilgandirmiz, qayerdadir sizlar uchun quvongandirmiz, qayergadir biz ham sizlar uchun xafa bo'lgandirmiz, lekin uning hammasi menimcha orqada qolib ketadi. Bundan keyin bu bizning gaplarimizni, biz urushganimizda, bizning yaxshi gapirganlarimizni hammasini hali sizlar ko'p eslaysizlar deb o'ylayman. Shuning uchun faqat yaxshi kunlarda ishlashing. Faqat sizlarning quvonchlaringni, sizlarning yaxshiliklaringni ko'rib xursand bo'lib kelaman. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, hurmatli qoraqosh, qorako'z o'quvchilarim. Mana bugun siz uchun ham, men uchun ham hayajonli damlar, kunlar va daqiqalar. Bugun mana 9 yil ona maktabda o'qib, hammangiz qush kabi uchib ketyapsiz. Mana shunday qutlug' kunlarda yetganingizdan men ham xursandman. Nima deydi, hayajonlanyapman to'g'risini aytsam. Barchangizga oq yo'l tilayman. Hammangiz mana shu ota-onalaringizning baxtiga sog'-omon bo'ling. Ota-onangiz sizni baxtingizga sog'-omon bo'lsin. Mana maktabni tugatib, yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi ishlarda ishlab, O'zbekistonimizni yanada gullab yashnashiga o'zingizning hissangizni qo'shib, bizni 46-o'rta maktabda yuzini yorug' qiladigan, qaysi maktabda o'qigan edi deganda 46-maktabda o'qigan edi degan nomni olib keladi degan umiddaman. Oq yo'l barchangizga. Xo'p, mana men anchadan buyon shu 9 yildan buyon shu kunni kutib yurdim. O'quvchilarim xayrlashuv oqshomida men kichik bir she'r o'qib beraman deb o'zim umid qilib